Mana 1 oyu 20 kun bo'lgan bo'lsa, chetga lecheniyaga kelayotganimga boshida ko'zim bir tomoni nevrit bo'lib shamollash bor edi. Ko'zim qisilib, yuzim sal qiyshayshi bor edi. Hozir yaxshiman. Ancha yaxshi bo'lib qoldim. Keyin qorin sohasida, kindik sohasida ham ozgina bir shish bor edi. Ularni ham tuzatib, sal ozgina kichrayib, ozgina yumshab, ularni ham davolatdim. Hozirgi vaqtga kelib mana ozgina muolajalarni olib yuribman. Yana qo'shimcha boshqa davolar bilan ham davolayaptilar. Lekin yaxshi, natijasi yaxshi. Hozir ancha oshqozonda, jigarda og'riqlar bor edi. Boshimda og'riqlar ozgina qoldi. Hozirgi ovqatlanishim ham sal yengillashdi. Og'ir hazm qilishlarim yaxshi ishlamayotdi. Jigarlarimda ham, jigar sohalarimda og'riqlar kuchli edi. Hozir yaxshiman. Ko'zimda ozgina hayajonlanish paytida titrash bo'ladi, lekin bu vaqtinchalik. Sekin o'zi holiga keladi. Lecheniya davom etadi hali yana. Yana aylanib bir ko'rinish berib, davolanganligimni tekshirib ko'ring deb tekshirishga yana kelaman. Xudo xolasa. Inshaalloh. Shifo bersin. Hammaga shetga kelib, lecheniyalarni olib kelishni nasib qilsin hammaga. Asabiylashishlar ham kamaydi, Asabiylashishlar. Uyqular yaxshi. Uyqular yaxshi bo'ldi. Asabiylashsam ozgina ko'zim yana qisilib ketyotdi. O'shaning ko'proq asabiylashmaslik kerak ekan. Hamma narsa o'tkinchi. Tan joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Qo'sha qarib, ishlaringizga rivoj tilayman. Yana ham ishingiz yangi anaqalaringiz, sahifalaringiz ochilsin. Yangi yo'nalishlar bilan yana keyingi anaqalarga lecheniyalar. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Rahmat. Mana ishlaringiz omadingizni bersin. Sog' salomat bo'ling.